Assalomu alaykum. Bugun Arnasoy tuman ixtisoslashtirilgan maktabida o'quvchilarimizga sun'iy intellekt mavzusida mana programmada sun'iy intellektdan videolar yaratish, ularning ustida ishlash, tasvirlashni mana o'rganyapmiz. Misol uchun bu videomizni matnni yozganmiz. Mana go'zal tabiat qo'ynida baland tog'lar, ona bola qo'y boqib yuribdi. Onaning yoshi 50 yoshlarda, 50 yoshda tasvirlab beradi bizga. Bolaning yoshlari 30 yoshlarda. Onaning sochlari oq, oyoqlari kalta, etiklari uzun. Bolaning sochlari uzun, sariq rangda, oyoqda bir juft sandali bor. Uning qo'lida iPhone telefon ushlab turibdi. Xuddi shunday mana qo'ylari rangi oq, xuddi shunday ushlab turibdi. Biz mana hozir o'quvchilarimizni ijodi bilan ham tanishib chiqamiz. Qani birgalikda o'quvchilarimiz bu darsimizda bajaryapti. Programmadan sun'iy intellekt mavzusida o'quvchilarimizga ham batafsil o'rgatib boryapmiz. Kimda kim sun'iy intellekt mavzusiga qiziqadigan bo'lsa yoki mana shu kabi savollar qiziqtirsa, marhamat bizning maktabimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Hurmat bilan, Po'lat Murodulayev.